Assalomu alaykum. 2025-yil 28-sentabr Food City'da uzum bozorini videoga olamiz. Ya'ni oyda oxirida narx-navolar qanaqaligini ko'ramiz. Uzumlarimiz narxlarini so'raymiz. Ko'rishingiz mumkin. Uzumlarimiz necha pul ekan, opajon? Opa, uzum necha pul? Qanaqa sorti bu, opa? Ketmon 20 ming so'm, ko'rishingiz mumkin. Qaysi bir damiski opajon? Damiskilarimiz necha pul? 16 ming so'm. Qaytdiki opa? Oltiariqdiki, ko'rishingiz mumkin. Uzumlarimizni xudo xolasa deyta soat 2 lar atrofida video olyapmiz. Aka, uzumlarimiz necha pul ekan? Akamiz narxlarini indamadi. Ko'rishingiz mumkin. Uzumlar bemalol kelsanglar, seyrobchilik atrofida. Aka, uzumimiz necha pul ekan? 45 ming. Aka, sort qanaqa buni? F1, ko'rishingiz mumkin. 45 ming so'mdan ekan. Donlari yiri-yiri, xudo xolasa yaxshi uzumlar ekan. Aka, qaytdiki bu? Anjonniki, ko'rishingiz mumkin akalar. O'sha yerda nima bor, suv solavering. Uzumimiz necha pul opa? Sort qanaqa buni uchun? 12. Qora kishmish ekan, 12 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Bu ham Farg'onaniki, vodiylik. Parkentniki ekan, opaniki, ko'rishingiz mumkin. Narxlari 12 ming so'mdan ekan. Aka, uzumlarimiz necha pul ekan, xudo xolasa? 15 ming. 15 million. Sort qanaqa bu uzumimiz? Damiski ekan, 15 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. Uzum bozorida atrofida. Opajon, aka, uzumingiz necha pul ekan? 10 ming so'm. Sort qanaqa aka buni? Husayn ekan, 10 ming so'mdan berishyapti akalarimiz, ko'rishingiz mumkin. Bozorda kelsanglar, deyarli uzumlar ko'p. Atrofda bemalol mashinalarda turibdi. Akajonlar, opajonlar, iloji bo'lsa kelinglar. Mana shu videoda qo'yayotganda 1000 ta obunachi bo'ldim. Hammalarga rahmat. Qo'llab-quvvatlab borsanglar, bundan ham ko'payamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Aka, uzumingiz necha pul ekan bu? F1 bu? Ha? F1 mi? Ha, yakka uzumda 25 ming so'mni ko'rishingiz mumkin. Qarsillaydigan, xudo xolasa, ranglari tiniq uzun ekan. Uzun ekan, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Yon atroflarini mana ya'ni ko'rishingiz mumkin. Bexlarimiz yirik. Necha pul narxi beximiz? 17 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Farg'onaniki, ko'rishingiz mumkin. Changlari bilan chiroyli bo'lib turibdi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Limonlarimiz necha pul akajon? 27 ming so'mdan limonlarimiz. Farg'onaniki. Farg'onaning limonlari 27 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Food City bozorida. Ko'rishingiz mumkin. Toshkentda limonlari necha pul aka narxlari buni? 25 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Mesni Toshkentda limonlari xudo xolasa chirchiqlik akamiz aytayapti. Ko'rishingiz mumkin narx-navolarini. Mesno degan noklarimiz 20 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz, ko'rishingiz mumkin. Mesno degan sorti yirik. Endi yeniga hisoblanganingizda 4 talik, 6 ta, 4 ga 6 ekanda, yirikligi zo'r, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. 20 mingdan qilib berishyapti Food City bozorida. Pul ekan? 20 ming so'm. Buni sorti qanaqa aka? Uzumimiz? Nima? Mers degan uzumimiz ekan, ko'rishingiz mumkin. Changlari bilan turibdi. 20 ming so'mdan ekan. Bu aka, bunisi-chi? Sort Husayn aka. Necha pul narxi? 14 ming so'mdan qilib berishyapti akamiz. Qaytdiki aka, bu Meslimi yo Oltiariqda uzumlar ekan, ko'rishingiz mumkin. Uzumlarni do'konlarga olib ketadiganlar o'ptim narxda olib ketyapti. Kelinglar Food City bozoriga, xudo xolasa sifatli sara mahsulotlar olib ketasizlar. Kelishtirilgan narxlarda. Akajonlar, opajonlar, iloji bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosishni unutmanglar. Bu narx-navoni West Toshkent yozinglar. Narxi aka necha pul ekan uzumlarimiz, xudo xolasa bunisi? Sort qanaqa?
Qora damiski 20 ming so'mmi? 20 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin yon atrofda. Xudo xolasa uzumlarimiz serob. Deyta o'ziga qarab, holatlariga qarab 10 ming, 12 ming, 20 ming, 45 ming sortiga qarab ketaveradi ekan. Uzumlarimizni ko'rishingiz mumkin. Aka uzumimiz necha pul ekan? Xudo narxini bilmaysizlarmi? 15 ming? Mers 15 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Donlari yirik. Changlari bilan turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana ketmon uzumlarimiz yirik turibdi. Narxi 23 ming so'mdan ekan. Oltiaradagi Vani vodiyda uzumlar ekan, ko'rishingiz mumkin. Bozorda deyta hozir ikkilar atrofligi uchun ko'pi deyarli uxlagan. Iloj bo'lsa 9-10 lardan keyin kelsanglar savdo optim narxlarda bo'layotgan bo'ladi. Chunki hozirgi vaqtda ko'p insonlar dam olayotgan ekan. Hozir aka necha pul ekan uzumimiz? Sort qanaqa buni? 22 ming ketmon. Ketmon ekan 22 ming so'mdan. Bu sort qanaqa buni sort? Bir xil ham ketmon. Ketmonmi hammasi? 22 ming. Damiski qaysi bir aka? Bular? 28 ming. Mana shular 28 mingdan damiskilar ko'rishingiz mumkin. Changlari bilan chiroyli bo'lib, bashmalda turibdi. Bunisi 23 ming so'mdan ekan. Unga qaraganda donlari sal maydaroq ekanda, shunaqa. Donlari sal maydaroq ekan. Ko'rishingiz mumkin. Husaynimiz necha pul akajon? 15 ming so'mdan ekan Husayn, ko'rishingiz mumkin. Bu ham changlari bilan chiroyli bo'lib, sari bo'lib turibdi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Red Bull uzun ekan, turetski, ko'rishingiz mumkin. Qizil. Bitta olib ko'rsak bo'ladimi? Bitta ko'tar. Ko'rishingiz mumkin mana. Ranglari qizil, chang bo'lib yotibdi. Changlar bilan chiroyli turibdi, yirik. Narxi necha pul bunaki? 13 ming. 13 ming so'mdan ekan. Optim narxda beryapti mana, u damasa turibdi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Aka telefon raqamini ayta olamizmi? Agar misol Food Cityga kelsa, do'konchi magazinchilar ko'radi-da. Ha, bo'ladi. Nomeringizni aytib oling. 99lik 178 99lik 178 178 78 72 akamizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sifatli sana mahsulotlar xudo xolasa qilib beradi degan umiddamiz. Kelaverasizlar Food City bozoriga. Videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan narx-navuz bo'ldi. Qo'ldan kelgancha uzumlar narxlarini ko'rsatishga harakat qildik, chunki unaqa uzumlarning narxlariga juda zo'r ajrata olmayman. Ko'pini uzumlar narxlarini yaxshi bilmayman, o'shaning uchun kamchiliklar bo'lsa hammanglardan uzr so'rab qolaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Videoni Toshkent yo'nalishimizga Food City bozoriga kelinglar, sifatli va sara mahsulotlar olib ketishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Mingta bo'ldik. Mana shu videoni qo'yganimda mingta bo'lgan bo'lamiz. Aziz, qadrdon do'stlar. Sizlar uchun rahmat.